Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bahor keldi, yer keldi deydi-yu. Yer uchastka sotilyapti Farg'ona shahar Qirg'iz mahallada. 6 sotik. Uzunligiga 33, eniga 25. 6 sotik ag'abag'ish, g'iji-biji. Sotilyapti. Akalar, ko'ringlar. Yo'qsa olinglar, uzunzor. Endi buni olib, yo bir kishi olish kerak, ikki kishi shunday olib turib, o'zi uchun yo'l tashab turib, tars uyni solib turib, mazza qilish kelmaysin. Bu hududga $6000 arzon. Yaxshimi? Kommentda kutib qolaman fikrlaringni. Mana shu joy. 6 sotik joy sotilyapti. Sveti bor, suvi bor, gazi bor, kanalizatsiya uyda ichida, shag'alli joy. Ko'rasiz, 4 metr ko'rasiz, 40 yilda ham to'lmaydi bu joy. Zo'ra? Вообще zo'r. Uchastka sotilyapti Qirg'iz mahallada 6 sotikli joy. Qiziqqandan kelib olishlari mumkin. Mahalla yaxshi, svet, suv, gaz bor. O'zi uchun mana shu yerdan yo'lga tashlaysiz, bir 4 metrmi yo'l tashlamaysizmi? O'z bilasiz. Kelib, ikkita o'rtog'imni, aka-ukam, birodarlar olib turib olasiz. Bu yog'iga 33, bu yog'iga 25 tanani oyog'imda kelib ko'rib olishlari mumkin. Salomat bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab bitta like sizdan, xizmatmandan. Akalar, sizga qatdan qanaqa yer kerak? Aytinglar, men topib beraman. Topib beradi shogirdlarimiz, yengil.